Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi joyimiz Vodnikda bo'ladi. 15'e 21 metr bir etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Tepa yer o'rnatib alsanslar ham bo'ladi. Joyimiz arzon bahoda chiqdi. Mestasini tushuntirib o'tsam, o'sha yerga chiqsak 4-avtobus yuradi. Vodnikda joylashgan. Manzili Ebidening Bobur maktabi, hurmatli obunachilar. Bu yerda suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Joyimizda eni 21 metre, 15 metr bo'ladi, hurmatli obunachilar. Uglovoyda joylashgan. Bu yerda suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Ne? O'shadan tutib, shona borincha, hurmatli obunachilar. Esa, joyimiz kimga qiziq bo'lmasa, pastdagi nomerlarga telefon to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasam, men shuni joyga olish nasib etsin.